Har bir majlisni o'zini suhbati, o'zini so'zi bo'ladi deganlaridek, bugungi suhbatimizni oila mavzusi, er-xotin munosabatlari to'g'risida yuritadigan bo'lsak, o'ylaymizki, aynan o'zini o'rniga tushgan bo'ladi. Nima uchun? Bu mavzuda suhbatlarimiz ko'p, sababi bitta. O'sha siz o'ylagandek. Shunday taraddudlar bilan, orzu, havas, xursandchiliklar bilan bo'lgan to'ylarimiz, qurilgan oilalarimiz hech qachon oilalarimizga dars ketmasin. Bu holat hech kimniki ajrim bilan intiho bo'lmasin. Chunki farzandlarimizni oilasi tinch bo'lsa, biz uchun baxt bu saodatdir. Butun jamiyatga ularni o'sha salohiyati, tinchligi, jamiyatni qudratli, quvvatli bo'lishligiga va rivojlanishligiga, taraqqiyot topishligiga sabab bo'ladi. Shu uchun buni yengil qaramasligimiz kerak. Oila tinch bo'lsa, demak, biling, o'sha mustahkam jamiyatga tinch oila bilan ularga hissangizni qo'shdingiz. Zamin yaratdingiz. Davlatni qudratli bo'lishligiga sababchi bo'ldik. Ilohim shunday bo'lsin. Ko'z tegmasin. Tushuntirishlar o'zini aqlli, xushli insonlar uchun ko'p samarasini, yaxshiligini beradi. Erkaklarga qarata, yigitlarga qarata gapirgan gaplarimizni biz otalar yetkazib quloqlariga yaxshilab quyib qo'yishligimiz kerak. Bu yerdagi insonlar hammasi oilalik insonlar, oilaning rahbari bo'lgan insonlar hisoblanamiz. Eshitganlarimizni ularga yetkazishligimiz kerak. Ayollar xususida ko'p gaplar bo'ladi. Ularni-chi? Ularni qanday qilib yetkazamiz? Ularni ayolimizga aytamiz, qizlarimizga aytamiz. Ularga o'sha eshitilgan dinimizdagi ta'limotlarni o'rgatamiz. Chunki nasihat hammamiz uchun ham kerakdir. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam Fatima onamizni uzatayotgan chog'larida nasihat qildilar. Qarang, otalari. Fatima onamiz oddiy ayol bo'lmaganlar. Fatima onamiz jannat bashorat qilingan jannatdagi ayollarning sayyidalari bo'lganlar. Mavqe darajalari mana shunday bo'lgan. Aytayaptilar, qizalog'im, nasihat odobli, e'tiqodli, diyonatli insonlar uchun ham zarurdir dedilar. Meni gapimni quloqingizga oling dedilar. Siz ranjib, xafa bo'lib qolmang. Nima uchun otam menga nasihat qilyapti? Meni odobim yaxshi emasmikin demang. Nasihat hammaga kerak dedilar. Va o'zlarini o'sha bir necha ta'limotlarini barcha onalarimiz, ayollarimiz, qizlarimiz, kelinlarimiz qilishligi lozim bo'lgan ishlarni, jihatlarni sanab o'tdilar. Ayolda, oilada ayolni o'ziga yarasha o'sha nozik xizmatlari, vazifalari, burchlari bor va oilani qanday tutishlikni Rasulullohimiz bayon qilib berdilar. Xudoga shukr, hozir tengchilik zamonida yashayapmiz. Qonun bor davlatda, yurtda yashayapmiz. Nima uchun bu qonunlar chiqyapti? Aqlli, xushli insonlar, buni bilgan, anglagan, tushungan insonlar bilishyaptilar. Ba'zi bir holatlarda ayollarga o'sha ko'rsatiladigan nohaqliklardan kelib, zulmdan kelib chiqyapti. Davlat ayollarni himoyasiga olmoqchi bo'lyapti. Buni natijasida nima? Natijasida o'sha begunoh farzandlar birovga qaram bo'lmasin. Ko'chada qolib ayol qiynalmasin natijasida. Farzandlar tirik yetim bo'lmasin. Mehr oilada bo'lsin. Ularning huquqlari bor degan ma'noda ayollarni o'zini himoyasi. Ba'zi bir odamlar aytadiki, endi ayoling ham so'kib bo'lmaydi. Endi ayolingga ham qo'l ko't. Nima uchun so'kish kerak? Nima uchun urish kerak? Aqlli inson shu ishni qiladimi?
Qizingizni kuyovingiz ursa chidaysizmi? Chidamaysiz. Demak, urish kerak emas ekan. Bir yigit aytayapti. Juda o'sha mushti zo'r ekan. Nimadan ketib qolyapti ayoling? Nega yarashmayapti desam, endi oilada bo'lib turadi-ku. Urib burnini sindirib qo'ydim shunga. Barisida yotib davolanib chiqdi. Endi yarashmayapti. Majalat tashamabsan dedim. Nechta bolang bor? 3 ta bolasi bor ekan. Qizing bormi desam bor deyapti. Ertaga qizingni uzatasan. Kuyoving sanga o'xshagan zo'r, kuchi ko'p, pahlavon bo'lsa-da, sop tursa qizingni. Nima qilasan desam, kallasini olaman deydi. Sanikini hech kim olmadimi dedim. Nega oladi deyapti. Urib bunini sindiribsan bechara ayolni. Nima joni bor uni? Shuncha xizmatini qilsa, bolasini tarbiya qilsa, qaynona qaynotasini xizmatini qilsa, yana ursin ham, yana urayliganmi? Unisi ortiqcha. Shu uchun majbur bo'layapti davlat. Urmasin, so'kmasin. Hurmat, izzat qo'rqitishlik bilan bo'lmaydi. Xudoyim diliga solsin. Erkakni ham qalbiga mehr solsin, rahm shafqat solsin. Ayolni ham qalbiga o'sha erini hurmatlashlikni, e'zozlashlikni, qadrlashlikni solsin. Bu qanday bo'ladi? Payg'ambar alayhissalatu vassalomning so'zlari bor. Uni ko'p mendan boshqa imomlardan ham eshitgansizlar. Bir Arobiy Rasulullohdan bir mo'jizani talab qildi. Arobiy degani bir sahroda yashaydigan gumroh, savotsiz odamga aytiladi. Shunday odam, bitta odam. Rasulullohdan mo'jiza talab qilyaptilar. Agar siz haqiqatda haq payg'ambar bo'lsangiz, menga bir mo'jiza ko'rsating. Shunda sizni va siz keltirmoqchi bo'lgan dinni men qabul qilsam, men lol qolay degan ma'noda. Qarang, insonni tabiatiga mos bo'lmagan ishlarni talab qilyapti. Mo'jiza payg'ambarlarga xos fazilat, xos sifatlardan. Aytdiki, ana u ko'karib turgan chinor daraxtini huzuringizga chaqiring dedi. Yerda ko'karib turibdi bir daraxt. İnsonni tabiatiga mos narsami? Bu mos emas. Uni hech qaysimiz, hech kim chiqara olmaydi. Biz ekskavator bilan sug'urib tashashligimiz mumkin. Qancha qiynalib, mashaqqat bilan, kuch sarf qilib olib tashashligimiz mumkin. Olib tashagandan keyin yoki kesib tashagandan keyin nima bo'ladi? Quriydi. Cho'pga aylanadi. Huzuringizga chorlang dedi. Ko'karib turgan qancha vaqt, yillar turgan chinorni huzuringizga chaqiring. Siz payg'ambar bo'lsangiz, men ko'ray o'shani. Bir mo'jiza ko'rsating. Rasulullohimiz Allohga tavakkul qilib, chunki Allohning qudrati cheksiz, payg'ambarini uyatga qoldirmaydi. Boyagi birgina arobiyni talabi shu bo'layapti. Rasululloh Allohdan so'rab, Alloh seni qudrating cheksiz, o'z qudrating ila shu arobiyning savoliga javob bo'lishlik uchun, meni yuzim shuvut bo'lmasligi uchun shu daraxt meni huzurimga kelsin deb daraxtni huzuriga chaqirdilar. Faraz qiling. Bu ertak emas bu. Bu kino emas. Yerga sanchilib turgan, ko'karib turgan daraxt ildizlari bilan sekin-sekin qimirlab yerni yuzasiga, tepasiga chiqdi, sug'urildi. Ildizlari bilan harakatlanib, boyagi Arobiy Rasulullohning oldilariga kelib, shohlarini egib Rasulullohga ta'zim bajo keltirdi. Daraxt. Bu holatni ko'rgan boyagi Arobiy oyoq qo'li qaltirab, xijolatchilik holatga tushib, chunki inson tabiatiga bo'lmagan ish bo'lyapti-da. Bu holatni ko'rib og'zi ochildi. Lol qolmasdan, tan bermasdan iloji yo'q. Siz haqiqiy Alloh yuborgan haq payg'ambar ekansiz degan tushunchaga hosil bo'ldi. Rasulullohga boyagi daraxt shohlari bilan egilib, ta'zim bajo keltirib, salom berib bo'lgandan keyin Rasululloh yana amr qildilarda borib joyiga o'rnashlikni va ko'karib yashnashlikka amr qildilar.
boyagi daraxt qayerdan sug'urilgan bo'lsa, borib joyiga yana sanchilib daraxt barglari yashnab turdi. Bu sehrgarlik emas, ko'z bo'yamachilik emas, payg'ambarlarga xos bo'lgan bir kichkinagina bir mo'jiza. Bundan katta mo'jizalar ham bo'lgan. Oyni o'sha ikkiga yorilishlikni talab qilganlar bo'lgan, u ham bo'lgan. Ba'zi birlar bu holatni ko'rib hayron bo'lib, Allohning qudrati cheksiz ekanligini va payg'ambar haqiqiy Allohning tarafidan yuborilgan payg'ambar ekanligiga tasdiq qilib iqror bo'lgan, iymonga kelganlar bo'lgan. Ba'zi birlari shayton yo'liga kirib, hiyla yo'liga kirib, bu ko'z bo'yamachilik bo'ldi, buni boshqa insonlar ham qilsa bo'ladi degan bahonalarni qilganlar ham bo'lgan. Shaytoniy vajlarni qilganlar ham bo'lgan. Boyagi arobiy savodsiz odam bu holatni ko'rib kuzatgandan keyin siz Allohning haq yuborgan payg'ambari ekansiz, menga endi ijozat berasiz. Men sizni to'yib tavof qilaman, sizga sajda qilaman, sizni sha'ningizni ulug'layman deb Rasululloh sallallohu alayhi vasallamdan ijozat so'radi. Shunda Rasulullohimiz nima dedilar? Aytgan so'zlar shu bo'ldi. Mana shu jihatni ayollarga yetkazishligimiz kerak. Mayli, tinchlik, qonun bilan himoyalangan yurtda yashashsa ham mana shu jihatini yetkazib qo'yish kerak qizlarimizga, ayollarimizga. Agar inson insonga tavof, sajda qilishligi mumkin bo'lganda edi, men otalarga, onalarga sajda qilishlikka buyurgan bo'lardim demayaptilar. Ey ayollar, erlaringa sajda qilinglar deb buyurgan bo'lardim dedilar. Sajda qilgan odam eriga behurmat qiladimi? Sajda qilishlikdan murod nima? Maqsad nima? Hurmatini joyiga qo'ying degan ma'no chiqadi. Agar men buyurgan bo'lardim, shu jihatdan keyin aytayaptilarki, ayollar erlaringa sajda qilinglar deb buyurgan bo'lardim. Lekin inson insonga sajda qilishligi mumkin emas. Bunga Alloh ijozat, izn bermagan. Men ham Alloh taoloning tarafidan yuborilgan Allohning nabiysi, Allohning bandasiman. Men sajda qilishlikka loyiq emasman. Sajdani Allohga qiladi bandasi. Bu yerdan oladigan ma'no boyagi jihat. Ayol erini oldida xuddi o'sha sajda qilgandek hurmatini, ehtiromini saqlasin. Shunday qilib turgan ayolni so'kib bo'ladimi? Urib bo'ladimi? Bo'lmaydi. Mumkin ham emas. Hattoki bir haqiqatni gapirgan, ba'zi bir narsalarni talabida bo'lganlarni ham urib bo'lmaydi. Bir fikr bildirib qo'ysa, shapaloq yemasin. U ham haqli, chunki inson joni bor, o'zidagi bir fikrini eriga o'rtaga tashlashligi mumkin, chunki oilani a'zosi hisoblanadi. Biz bilmagan, biz sezmay turgan joyini u bilib turishligi mumkin. To'g'ri. Xulosa nuqtani oilani rahbari erkak qo'yadi. Eshitish mumkin. Darrov darg'azab bo'lib, jahl qilib, qahr qilishlik shart emas. O'zimizni o'sha yo'nalishimizni, yo'limizni to'g'riligini isbotlab bersak, bo'ldi, hammasi joy-joyiga tushib ketadi. O'sha ayollar erlariga itoat qilsin, erlar ayollariga mehribon bo'lsin. Erni rozi qilgan soliha ayol jannatning 8 eshigi bor, xohlaganidan kiradi. Itoatli, ibodatli, Allohni rizo qiladigan, eriga itoat qiladigan ayol bo'lsa, o'sha 8 eshikni barchasi inshaalloh unday ayol uchun ochiladi. Bu baxt emasmi bu? Mana shu joylarni eshittirib qo'ying, yetkazib qo'ying ayollarga. Mumkin ayollar
eshitmayotgandir, eshitsa ham beparvo bo'layotgandir. Mana shu joylari bor. Ikkinchi tarafi erkakchi. Erkak ayoliga mehribon bo'lsin. Boshini silasin. Moddiy ma'naviy ta'minotini qilsin. Uni himoyasini qilsin. Issiqdan, sovuqdan himoya qilsin. Moddiy ma'naviy ta'minotini qilsin. Oilani boshqarsin. Er ayolni boshini silasa, mehribonchilik ko'rsatsa, Xudoni rahmatiga, mehribonchiligiga sazovor bo'ladi. Mana shu oilamizni baxti, oilamiz tinch, ishimiz avjli, bizni shunday gerdayib, ko'rkam bo'lib yurishligimizga ularni xizmatlari, parvarishlari katta. Buni qadriga yetaylik. Qadriga kim yetadi? Yo'qlar yetadi. Borlar aslida ko'proq yetishligimiz kerak. Alloh tabaraka va taolo xosatan uzatilayotgan qizimiz borgan joylarida tinch, totuv, istiqomat shariatda qaynona qaynotalarni hurmatlarini joyiga qo'yib, ularni xizmatlarini qilib, chiroyli, go'zal muomalada bo'lib yurishliklarini va bu qizimiz kelajakda ota-onalariga faqat rahmatlar keltirmoqliklarini Allohim nasib etsin. Qurilayotgan oilamizga, 2 yoshimizga kelajakda solih va soliha farzandlardan Alloh nasib etsin. Suhbatimiz albatta chegaralangan xizmatlarni reja qilganlarimiz bor. Shu eshitganlarimiz esimizdan chiqib ketmasligi uchun shu joyda intiho qilamiz. Mana qudalarimiz ham inshaalloh kelishdi qadamlariga Alloh hasanatlar yozsin. Bu to'ylarni Alloh muborak qilsin. Farzandlarni baxtini, kamolni, rohatini ko'rib yurishliklarini Alloh taolo nasib etsin.